Men oshqozonimni kestirganimga 5 oydan oshdi. Hozir men sizlarga shu vaqtgacha men qanaqa ovqatlandim, boshimdan nimalarni kechirdim aytib beraman. Undan oldin men direktimga operatsiya qildirganlardan kelgan xabarlarni ko'rsatmoqchiman. Hozir juda ham ahvolim yomon. Hech kimga tavsiya bermayman bu operatsiyani. Shundoq o'zinglar dieta, правильно питание bilan ozinglar. Menga o'xshagan adashmanglar. Oshqozon oldirgandan keyin уже yarimta bo'ladi odamni joni. Bitta men emas, ko'plar bor qiynalayotganlar. Operatsiyadan keyin samasaboy odam non yemas ekan, xamir ovqat yemas ekan, osh yeyolmas ekan. Undan ko'ra oshqozonimizni kestirmasdan, shundoq shunlari yemasdan sog'lom olsak bo'lardi-ku. Lekin adashdim. Menga o'xshagan adashmanglar. Oshqozon kestirmoqchi bo'lganlar tavsiya qilmayman. Lekin buni orqasida qancha осложнение bor, qancha qiyinchiliklar bor, psixologicheskiy ham bo'lib qolasizlar. Operatsiyadan keyin 3 oy sho'rva ichdim. Bu majburiy dieta. Yegim keladi meni ham boshqa ovqatlar mazza qilib. Yesam, shu vaqtda o'zida mazam qochib, oshqozonim og'rib, qayt qilib chiqarib tashlamagunimcha yaxshi bo'lmayman. Yemaganingiz uchun tobora ozib borasiz. Immunitetingiz tushib ketadi, davleniyingiz tushib ketadi, qoningiz kamayib ketadi. Keyin doimiy vitaminlar ichib yurishga majbur bo'lasiz. Keyin qorin och bo'lmasligi kerak. Meni qornim och bo'lsa, unda ham bir yomon. Unda ham mazam qochadi. Har kuni ertalab turaman, uyqudan uyg'onganimda qornim och bo'ladi, og'zim tam buziladi, achchiq tam kelib, ko'nglimni aynitib, mazamni qochiradi. Ertalab turdimmi, sirazi bitta kofe ichishim kerak yoki nimadir sirazi yeyishim kerak. Oshqozonimga kirish kerak nimadir. U ham quyuq narsa emas, suyuq narsa bo'lishi kerak. Qorningiz och qolsa, biron nima pishirib yeysiz, ovqat pishguncha kuta olasiz-u. Operatsiyadan keyin unaqa bo'lmaydi. Shunda qorningiz ochdimi? Riski, yeydigan narsangiz tayyor bo'lishi kerak. O'sha paytda sirazi yeyishingiz kerak. Menda shunaqa. Xamirli ovqatlar, guruchli ovqatlar, makaronlar haligacha ham yeyolmayman. Non ozginadan yeyishga harakat qilib ko'ryapman, lekin unda ham qayt qilib yuboraman bir ora-orada. 1-2 qoshiq ovqatga to'yaman. 3-qoshig'i уже bo'kdim degani. Oshqozon operatsiyasini men hech kimga maslahat bermayman. Qiynalsangiz ham parhez qilib, shug'ullanib, sog'lom ozganingiz yaxshi. Mana menga 5 oy bo'lgan bo'lsa, mana shu 5 oy ichida majburiy parhezdaman-ku. Bu ham parhez. Xuddi shu parhezni operatsiya qildirmasdan qiling. Bundan ham zo'r ozasiz. Qiynalmaysiz. Oshqozoningiz og'rimaydi, ko'nglingiz aynimaydi, qayt qilmaysiz. Sog'lom ozasiz.